Juda ko'zim xiralashib, uncha hech narsani ko'rmay qiynalib qolgan edim. Men Itron va Inobat Jizzax viloyatidan mana shu Samarqand oblastiga keldim. Ko'z klinikasiga. Mani ko'zimni kontraktatsiyasi bor deb, juda ko'zim xiralashib, uncha hech narsani ko'rmay qiynalib qolgan edim. Mana bu yerga kelsam, doktorlar meni yaxshi qabul qilib, medsestralar judayam yaxshi, muomalali qizlar ekan. Meni operatsiya qilishdi. Operatsiyadan juda yaxshi chiqdi operatsiya. Umuman og'riq sezganim yo'q, qiynalganim yo'q. Mana ko'zim hozir juda chiroyli, hamma narsani yorug' ko'ryapti. Bu yerda doktorlarga, vrachlarga men juda kattadan katta rahmatlar aytaman. Mani bu yerga kelishimni asosiy sababchisi, bundan 2 oy ilgari o'g'lim hamda nabiramni ham olib kelib chekka davolatib ketgan edik. Xudoyimga shukrki, ularning ham ko'zlari hozir juda yaxshi. Biz undan ko'nglimiz to'lganligi uchun mana o'zim mana shu yerga keldim. Agar kim ko'zi xiralashib, kontrakt bo'lgan onaxonlar, otaxonlar bo'lsa, albatta kelib mana shu klinikada davolanishlarini so'rayman. Bu yer judayam yaxshi. Doktorlarga kattadan katta rahmat aytaman.